Hammaga salom. Rudiger, Araujo, Showtime va Turkiya Arda Güler kartalari. Sizlar bilan Peserboy. Bugun o'sha esingizda bo'lsa Mbappe Blitz Mbappe ochganimizda 6300 coins ortib qolgan akkauntimizga endi Araujoga harakat qilib ko'ramiz. Mana o'sha pak Showtime, Ronald Araujo, Rudiger va boshqa tomondan Güler kelgan. Obunachimiz aytdi Araujo kerak, ortib qolsa mabodo Gülerga yoki Rudigerga harakat qilamiz dedilar. 300 coinsga 100 talikdan ochib qo'yganman, demak 900 coinsdan boshlaymiz. Birinchi 900 coinsimiz. 300 coinsni videoga olmasdan ochib yuboribman va 300 coinsni sarflab bo'lganimdan keyin videoga olmayotganligim esimga tushib ketdi. Va endi video bilan davom etamiz. Ko'ramiz 6300 coinsga biz nechta bugun Showtime ushay olar ekanmiz. Hozircha Hugo Duro deganlar tushyapti. Faqat standart kartalar tushibdi. Birorta bir highlighted yoki Showtime yo'q. Epic emas, bu Showtime deyiladi deb aqllilik qilayotganlarning diqqatiga Google'ga e-futbol karta turlari deb yozsanglar inglizchada, agar inglizchani bilsanglar, chiqarib beradi. Showtime'lar, umuman boosterli kartalar hammasi bitta bo'lib Epic degan nomga kirib ketadi do'stlar. Ha deb kommentariyada o'zingizlarda ham obro'ylar to'kib negativ qilib yozavermanglar unaqa. Shu Epiclar oilasiga kirib ketadi. Showtime, Big Time hammasi. Va bizda o'sha Epic bor o'sha. Bizda Epic bor, hamma yo'q. Katta mushaklar va katta ehtimol bilan bu Araujo. Bu Araujo do'stlar. Mana obunachimiz xohlagan, do'stimiz xohlagan Araujoni ushlab qo'ydik. Biz adashmasam 3000 coins ortib qoldi. Endi buni chiroyli qilib kuchaytiramiz. Chiroyli boost bo'lsa boostlarni beramiz. Va men akkauntni egasidan so'rayman, Rudigergami davom etamizmi yoki Gülerga ochishga urinib ko'ramizmi? Güler ham juda ajoyib kartasi kelgan va highlighted karta ham ushlayapmiz. Demak, buni lock qilib qo'yamiz. Lock qilib qo'yamiz. Continue. Xo'sh. Hozir men so'rayapman. Akkauntimiz egasidan so'radim. Gülerga harakat qilavering dedi. Chunki Cannavaro'lar, Kellinilarni olganligimiz uchun himoyachilarim hozircha yetarli dedi. Menga o'rtada o'ynab beradigan o'yinchi kerak. Güler o'rtada eplab bera olsa kerak deganligi uchun Gülerga harakat qilib ko'ramiz. Ko'ramiz nimalar qila olamiz bu pakda. Yana 3300 coinsimiz bor va 300 coinsini 100 taliklar bilan sarflashga urinib ko'ramiz. 3 ta 100 talik ochib ko'ramiz do'stlar. Balkim nimadir tushib qolar. Fabian deganlari tushdi. Demak, navbatdagi 100 talik 147 ta o'yinchi qolgandan keyin Rosa va Konami aldadi bizni. Yo'q, 300 coinsga ham hech nima tushmadi va 3000 coinsga endi harakat qilamiz. Nimadir qilishga. Birinchi 900 taligimiz. Undan oldin Gülerni bir ko'rib olamiz. Yana bir kirib olamiz. Yana bir marta kirib olamiz, onasini demsin, bizdan nima ketdi. Va ochib ko'ramiz. Va yana bitta Showtime. Yana o'sha mushaklar otildi. Va bu Güler bo'lsa to'xtatamiz. Yo'q, 7-raqam Güler emas, bu Akturkoglu. Yangi yulduzlardan shekilli bu ham. To'g'risi bu o'yinchi haqida uncha ma'lumotim yo'q. Qaysi komandada o'ynashini ham bilmayman. Kimdir bilsa yozib ketinglar, xursand bo'laman. Kerem Akturkoglu ekan va yana bitta Showtime deb mana highlighted karta ushlayapmiz. Omadli kelyapti. Nima deb o'ylaysizlar bugungi pack openingimiz? Keyingi 900 taligimiz.
Yo-mayo, yana bitta Showtime Epic ketma-ket. Vo! Nechinchi raqam? Güler. Bu Güler. Arda Güler, Turk futboli durdonasi, yosh talant. Nimalar bo'lib ketdi? Nima bo'lyapti? 6300 coinsga 3 ta Showtime. Hali yana 1200 coinsimiz bor. Rüdigerga bosamiz endi. Rüdigerga harakat qilamiz. Agar Rüdiger ham tushib qolsa, bu bomba fantastik bo'ladi o'zi ham. Давайте Rüdigerga bitta harakat. 900 talik. Go. Yo boshda 100 talik ochib yuborsammikin? Ketdiga 900 talik ochib yuboramiz. 117 ta o'yinchi qolgan, nimadir berib qolar. Ayoq. Ya, bu highlight ekan. Ikkita highlight ekan. Agar yana biror 1000 coinsimiz bo'lganda, menimcha Rüdigerni ham olsak kerak edi, chunki mana bu navbatdagi 300 coinsga ishonmayapman. 100 coinsdan nimadir tushib qolishiga. Balki tushib qolar, ochib ko'raveramiz. 200 coins. Oxirida 100 coinsga ushab qo'yganlarimiz ham juda ko'p bo'lgan. Jin ursin. Yo'q. So'nggi 100 coins. Va bu ham katta ehtimol bilan yo'q. Mana shunday pack openingning guvohi bo'lib turibsizlar do'stlar. Like, podpiskani bosib qo'yinglar. Esingizdan chiqmagan holatda va ketdik, biz endi kuchaytirib ko'ramiz yangi kelgan o'yinchilarni. Xo'p, mana bu sxemada o'ynayotgan akkauntimiz egasi. Bu yerdan order of signing qilamiz va Arda Güler. Gülerni kim o'rniga qo'yamiz? Rodri'ni o'rniga qo'yamiz Gülerni. Rodri'ni o'rniga qo'yamiz. Boshqa variantimiz yo'q ekan. Xo'p, bu yoqda Aktürkoğlu'ni Vini'ni o'rniga qo'yamiz. Va Araujo'ni Yamalni o'rniga qo'yamiz. Endi bularni kuchaytirib olamiz do'stlar. Statistika reytinglarini ko'ramiz hozir. Demak, Gülerdan boshlaymiz. 555 ta, 900 ta. Trener ham simidan ekan-ku. Xo'p. Hafta kuchaytirish yo'q ekan. Demak, buni bu yerga SMF'da ham o'ynay olar ekan Güler. Central midfielder bo'lib o'ynay olar ekan. 97. Mana statistikasi yomon emas, driblinglari ayniqsa. To'g'ri, tezlik u darajada baland bo'lmasligi mumkin, lekin mana bu dribling va tight possessionlarga gap yo'q Gülerni. 102, boost bilan 103 bo'ladi. Kim biladi, balki qaysidir murabbiylar bilan 104 qilsa ham bo'lar, lekin haligacha ko'rmadim. O'zi endi bugun chiqib keldi. Nimadir o'ylab topishar. Lekin ishonchim komil emas. Maksimal 103 ga borsa kerak deb o'ylayapman. Endi Aktürkoğlu, buni Zico'ni o'rniga qo'yamiz. Zico'ni o'rnida mana bunday. Xo'sh. Buni ham kuchaytirib olamiz. 56 ta point bilan kuchayyapti. Avtomatik recommended 97 bo'ldi va bu ham 102. Qani, yo'q. SMF'da o'ynay olmas ekan, faqat EMF'da o'ynaydi ekan. Okay. Va Araujo'ni Maldini'ni o'rniga qo'yamiz. Buni ham kuchaytirib olamiz. Mana bunday. Ajoyib. 52 ta point bilan kuchayar ekan. Bu ko'proq kuchayar ekan. Adashmasam 103 bo'ladi. 103 bo'ladi bu. Va bitta boost bilan 104 ga olib chiqsa bo'ladi. Demak, pack openingimiz shu joyda nihoyasiga yetdi. Ko'rdinglar, 6300 coinsga 3 ta Showtime ushlab oldik. Yana sizga ham shunaqa pack openinglar kerak bo'lsa, Telegramdan murojaat qilinglar. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Pesserboy kanaliga obuna bo'ling.